2026 yilgi Chevrolet Corvette modeli Chevrolet Vios tomoshabinlari uchun haqiqiy sport avtomobilining yangi bosqichini namoyish etadi. Ushbu avlod dizayn, texnologiya va unumdorlik jihatidan yanada mukammallashgan bo'lib, Corvette an'anaviy kuch va zamonaviy muhandislikni birlashtiradi. Tashqi ko'rinishda aerodinamik chiziqlar yanada agressiv tus olgan, past va keng kuzov esa yuqori tezlikda barqarorlikni ta'minlaydi. Old panjara, LED faralar va havo kirish kanallari avtomobilga sport xarakterini beradi va sovutish samaradorligini oshiradi. Ichki makonda esa haydovchiga yo'naltirilgan ergonomik dizayn saqlanib qolgan. Raqamli asboblar paneli, katta sensorli ekran va premium materiallar Corvette'ni nafaqat tez, balki qulay avtomobilga aylantiradi. 2026 Corvette'da kuchli dvigatel variantlari taklif etiladi. V8 agregat yuqori ot kuchi va tezkor tezlanishni ta'minlab, sport avtomobil ixlosmandlari uchun haqiqiy hayajon bag'ishlaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar uyg'un ishlashi natijasida haydovchi to'liq nazoratni his qiladi. Shuningdek, shassi va osma tizimi yo'l bilan mukammal aloqani ta'minlash uchun qayta sozlangan. Bu esa burilishlarda aniqlik va yuqori tezlikda ishonch beradi. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy talablar asosida yangilangan. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik tormozlash, kor nuqta nazorati va qatordan chiqishni ogohlantirish kabi funksiyalar kundalik haydashda qo'shimcha xotirjamlik yaratadi. Shu bilan birga, Corvette sport avtomobil bo'lishiga qaramay, kundalik foydalanish uchun ham moslashtirilgan. Bagaj hajmi va ichki joylashuv uzoq safarlarda qulaylikni oshiradi. Texnologik jihatdan 2026 Chevrolet Corvette ulanish va multimedia imkoniyatlari bilan boyitilgan. Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, yuqori sifatli audio tizim va tezkor interfeys haydash jarayonini yanada yoqimli qiladi. Yonilgi samaradorligi ham oldingi avlodlarga nisbatan yaxshilangan bo'lib, kuch va iqtisod o'rtasida muvozanat saqlangan. Ushbu model sport avtomobil